Türkiye Səhiyyə Ministerliyi Wuhan virusga qarşı 14 türlük qoidani tuzib chiqqan bo'lib, bu qoidalar tövendikiler. 1. Qo'lingizni pat-pat va har qitimda eng az 20 sekund sopullab yuying. Yuvganda qo'llaringizning alqan ichi va tishini, barmoqlarni va barmoq orasini uvlab yuying. 2. O'talganda, tushkurganda og'zingizni va burningizni bir qitim ishlatiladigan qo'l qog'ozi bilan to'sing. Agar qog'oz bo'lmasa, jaynakingizning ichi bilan to'sing. 3. Qo'lingizni og'zingizga, burningizga va ko'zlaringizga tekkizmang. 4. Zukam va sovuq o'tib ketganlik alomati bo'lgan kishilar bilan 3-4 qadam orliq saqlang. 5. Chet el sayohatlaringizni bekor qiling yoki kechiktiring. 6. Chet eldan qaytgandan keyin 14 kun uyingizdan sirtqa chiqmang. 7. Turayotgan joyingizning havosini pat-pat almashtirib turing. 8. Kunlik hayotimizda ko'p ishlatadigan eshik tutquchi va jumakka o'xshash yerlarni har kuni suv va sopullar bilan yuving. 9. Lo'nga va shuningga o'xshash shaxsiy ashyolarni o'rtaq ishlatmang. 10. Kiyim-kechaklaringizni 60 gradusdan 90 gradus oralig'ida normal kir sopuni bilan yuving. 11. Qo'l elishib va quchoqlashib ko'rishishga o'xshash yaqin uchrashishdan yiroq turing. 12. Ko'proq ichimlik iching, ozuqlanish va uyquga diqqat qiling. 13. Zukam alomatlari ko'rilsa, cho'nglar va sozilma xarakterli kasali bo'lganlar bilan uchrashmang va sirtqa maska taqib chiqing. 14. Qizitma tushmasa, o'tilish va nafas siqilish bo'lsa, maska taqib doktorxonaga bering.